Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Bugungi o'tiladigan mavzumiz yaxshi tarbiya inson ziynati. Biz birinchi o'rinda aqliy hujum metodini qo'llasak, tarbiya nima? Yaxshi tarbiya degani nima? Tarbiyasiz deganda nimani tushunasiz? Bu savollarni o'quvchilarga beramiz. Ular o'z fikrlarini bildirishadi va guruhda hammamiz birgalashib qaror qabul qilamiz. Bu aqliy hujum metodini sinagan bo'lamiz. Undan so'ng biz yaxshi tarbiya inson ziynati mavzusini ko'rib chiqamiz. Yaxshi farzand ota-onaning bebaho mulki, qalb gavhari, muborak siri va ulkan kashfiyoti. Uning kamolidan ota-onaning ko'ngli nurafshon bo'ladi, hayoti zavq-shafqat to'ladi. Biz bilamizki, ota-onamiz uchun eng katta faxr bizning yaxshi inson bo'lib voyaga yetishishimizdir. Yaxshi inson bo'lishimiz uchun esa biz a'lo baholarga o'qishimiz kerak. Keyin o'quvchilarga biz ularning aqlini rivojlantirish uchun mashq beramiz, ya'ni qaysi idishga qaysi chiqindilarni solasiz degan. Ular ko'rib turibdi va stirelka orqali shularni olib keladi. Keyingisi, oilamiz bilan dam olish uchun dala hovliga bordik. Yo'lda ketayotganimizda avtomobilimizning oynasiga nimadir kelib tegdi. Yo'l chetiga to'xtab qaragan edik. Oynaga tekkan narsa bizdan oldinda ketayotgan avtomobilning oynasidan otilgan bo'sh plastik idish ekan. Biz bu orqali nimani ko'rishimiz mumkin? Ya'ni o'sha vaqtda oldinda ketayotgan mashinaning ichidagi insonlar e'tiborsizligi tufayli, tarbiyasizligi tufayli boshqa bir mashinaning oynasiga otib yuborgan bakalashka idishini ko'rishimiz mumkin. Lekin uni otmay yuborib, borib chiqindi idishiga solib qo'yishi mumkin edi-ku. Ko'chada yurganimizda ushbu qoidalarga amal qilishimiz kerak. Kattalarga yo'l berish, ya'ni ko'chada ketayotganingizda, maktabga ketayotgan bo'lasiz yoki biror yumush bilan yo'lga chiqqaningizda o'zingizdan kattalarni ko'rdingizmi, ularga albatta salom bering. Va jamoat joylarida yurganingizda kattalarga, ya'ni avtobus joylarida, mashinalarda kattalar kelganda ularga o'z o'rningizni bo'shatib bering. Rasmlarga qaraymiz bolajonlar, ya'ni ikkita rasm berilgan, qaysi biri salbiy, qaysi biri ijobiy. Bulardan birinchi rasm salbiy rasm hisoblanadi va ikkinchi rasm ijobiy rasmdir. Ko'rib turganingizdek, birinchi rasmda bolalar bananni yeb po'chog'ini otib yuborishyapti. Ikkinchi rasmda esa bola buvasiga choy uzatib beryapti. Uchinchi rasmda esa biz qaraymizki, Zumrad va qimmat ertagi mavjud. Bu rasmda esa biz Zumrad va qimmat ertagining ahamiyatini ochib bergan so'zlar orqali ifodalashimiz mumkin. Zumradda qanday xislatlar mavjud va qimmatda qanday xislatlar mavjud ekanligi orqali. Keyingi rasm To'g'rivoy va Egrivoy multfilmi orqali bularning ham xislatlarini ochib, biz yaxshi inson qanday ekanligi, yomon inson qanday ekanligini bilib olishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.